Nanay Zarkinda joylashgan ulkan dachamizni to'liq obzor uchun kelganmiz. Hozir men sizga batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan ushbu dachamiz ko'rib turganingizdek yo'l yuzida joylashgan hamda oldida parkovka uchun alohida sharoitlari mavjud. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, Zarkinda sobiq postdan o'tganimizdayoq keladi. Oldilarini qarang, chiroyli qilib qo'yishgan, odamni bahri dili ochilib turadi. Kamiga bu tomonimizda Qirg'iziston tog'larini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi tomonimizda ham yana tog'larni chiroyli qilib, manzarasini tomosha qilib o'tiradigan joyi. Oldi tomonida ham alohida ovqatlanib o'tirish uchun soyi bo'yida o'zini tapchanlariga ega. Bu dachamizda 20-30 kishigacha bemalol dam olishi mumkin. Darvozaxonamizdan kirishingiz bilan juda ham zo'r atmosfera bizni kutib oladi. Qarang, dachamiz qanaqa chiroyli, tabiat bilan zamonaviylikni to'liqligicha uyg'unlashtirib qo'yishgan. Darvozadan kirganimizda o'ng tomonimizda yozgi oshxonamiz bor. Sharoitlarni ko'rib turibsiz, bekami ko'st. Undan keyin esa hozir juda ham moda bo'lib turgan kompyuter xonamiz 10 ta alohida igrovой kompyuterlarga ega. Umumiy olganda 24 ta divanimiz bor. Ushbu divanlarimiz jami bo'lib 4 ta xonamizga sig'dirilgan. Undan tashqari ham yana eng chekka qismimizda ota-onalar uchun mo'ljallangan 9 spalni ichida sanuzul bilan birgalikda planirovka bo'lgan. Bir qavatli imoratimizning so'nggi qismida esa umumiy sanuzul hamda kotelni xonamiz bor. Endi esa premium klassdagi ikkinchi qavatimizga yo'l olamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan bizni o'zgacha shohona muhit qurshab oladi. Mana bu narsalarga e'tibor berib qo'yasiz. Qo'l mehnatida qilingan. Undan tashqari ikkinchi qavatimiz alohida mini bari ham mavjud va keng chiroyli idishlarni o'rnatib qo'yishgan. Mana shunaqa ovqatlanish zonasiga ham ega. Aytib o'tganda 20-30 kishiga umuman bu dachamiz muammo emas. Menga undan ham yoqqani manzarani qarang. Toza havodan bahramand bo'lib, bemalol panorama oynalarni ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qishda yopib qo'yasiz, isitish tizimidan ham umuman muammo yo'q. Demak, mana bu yerda bilyardimiz joylashtirilgan, eng yaxshi toshlar bilan birga o'rnatib qo'yishibdi. Undan keyin stol tennis qismimiz hamda alohida katta televizorlarga ega mehki mebellar bilan birga joylashtirilgan alohida TV zonamiz PlayStationlar bilan birgalikda o'rnatib qo'yilgan. Menga yoqqani tog'larni qarang, qanaqa chiroyli ko'rinishini. Demak, yana davom etamiz. Endi hovli qismimizga o'tamiz. Ikkinchi qavatdan pastga tushar ekanmiz, ulkan yashil zonalarimizga ko'zimiz tushadi hamda hovlimizni yoki dachamizni o'rtasida ko'rik bag'ishlab turgan mana shunaqa oilaviy yoki do'stlar bilan o'tiradigan alohida zonamizga ham bitta like bosib qo'yasiz. O'zi umuman sizga bu dacha yoqqan bo'lsa, albatta kim bilan chiqmoqchi bo'lsangiz o'shanga jo'natib qo'yarasiz. Vodiydan endi alohida chorvoqqa borish shart emas, sababi chorvoqning sharoiti hammasi mana shu yerda mujassam. Demak, karaokelarimiz ham bor va ulkan navesimizga ahamiyat berib qo'yasiz. Oshna-og'ayni bilan turli xil o'yinlarni ham bemalol o'ynashingiz mumkin. Yozgi oshxonamizni qarang chiroyliligini. Juda did bilan chiroyli qilib qurib qo'yilgan, kamiga hamma sharoitlariga ega. Bemalol cho'milmoqchimisiz? Marhamat, sizga basseynimiz o'zini jakuzilari bilan birgalikda. Basseynimiz ham ko'rib turibsiz. Uzungina alohida o'zini sharsharlariga ham ega. Kamiga havo yaxshi aylanish uchun mana bu yerdan ham soyi suv o'tgan, atmosfera juda ham zo'r. Mana bu yerda esa o'zingiz, do'stlaringiz bilan oila davrasida maza qilib o'tirishingiz mumkin. Eng chekka qismlarimizda ham yana qo'shimcha alohida dam olib o'tiradigan qismimiz bor. Uyimizda yana qo'shimcha sanuzullari bor. Bu sanuzullarimiz aynan basseynimizning orqasiga joylashtirilgan. Mana to'liq obzorimiz bilan ham tanishib chiqdingiz. Ushbu dachamizda dam olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin hamda Namangan uylari nomidan kelib, yaxshiroq narxda mana shu dachada do'stlar bilan yoki katta oila bo'lib kelsangiz bo'lar edi.